Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Erkin Vohidov tavalludining 89 yilligiga bag'ishlab Erkin Vohidov hayoti va ijodi haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Erkin Vohidov millat vijdoni va so'z qudrati timsoli. Erkin Vohidov o'zbek adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk shoir, dramaturg, tarjimon va jamoat arbobi. Uning ijodi nafaqat adabiy meros, balki xalqning ruhiy qomusi, vijdoni hisoblanadi. Erkin Vohidov 1936-yil 28-dekabrda Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Uning bolaligi og'ir va mashaqqatli yillarga to'g'ri kelgan. Bolaligidanoq u so'zga, kitobga, she'riyatga oshno bo'lib o'sgan. Ana shu qiyin ammo ma'noli hayot saboqlari keyinchalik uning she'rlarida chin dard va samimiyat sifatida aks etdi. U Toshkent davlat universiteti filologiya fakultetida tahsil oldi. Talabalik yillaridanoq adabiyot maydonida tanila boshladi. Erkin Vohidov butun umrini ilm va adabiyotga bag'ishladi. Erkin Vohidov ijodida vatan, millat, ona tili, inson qadri, vijdon, adolat va muhabbat kabi ulug' mavzular yetakchi o'rin tutadi. Uning she'rlari sodda tilda yozilgan bo'lsa-da, mazmunan juda chuqur va ta'sirlidir. Shoirning eng mashhur asarlaridan biri O'zbegim she'ridir. Bu asar milliy g'urur, o'zlikni anglash va tarixiy xotira ramziga aylangan. Unda shoir xalqni o'z ildizini unutmaslikka, tili va qadriyatlarini asrashga chorlaydi. Ona tilim she'ri esa ona tilga bo'lgan cheksiz muhabbatni ifoda etadi. Erkin Vohidov uchun til millatning ruhi edi. U tilni asrashni vatanni asrash bilan teng deb bilgan. Shoirning Ruhlar isyoni asari esa uning falsafiy va ijtimoiy qarashlarini yorqin namoyon qiladi. Unda inson qalbidagi ichki kurash, adolatsizlikka qarshi isyon va haqiqatga intilish tasvirlangan. Bu esa o'quvchini befarq qoldirmaydi, balki chuqur o'ylashga undaydi. Erkin Vohidov shuningdek dramaturgiya va tarjima sohasida ham samarali ijod qildi. U jahon adabiyotining bir qator yirik asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Erkin Vohidov faqat shoir emas, balki jamoat arbobi ham edi. U O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis deputati bo'lib ishlagan. Mamlakat ma'naviy hayotida faol ishtirok etgan. Doimo xalq manfaatini, haqiqatni himoya qilgan. Buyuk shoir 2016-yil 30-may kuni vafot etdi. Uning vafoti butun o'zbek xalqi uchun katta yo'qotish bo'ldi. Ammo Erkin Vohidov jismonan oramizdan ketgan bo'lsa-da, uning so'zi, fikri va ruhi xalq qalbida abadiy yashaydi.